u necha marta? 5 marta bolasini oldirdimi? 6. 6 marta oldirdi. Shu sababli tanasi toliqqan. Bundan keyin yana homilador bo'la olmasligi ham mumkin. Ana bo'lmasam. Aytib qo'yish meni vazifam. U yog'ini o'zingiz bilasizlar. Men dori yozib beraman. Kun davomida 2 marta berasiz ovqatdan keyin. Bo'l, qimirla. Mudira singlim shoshmasdan. Hech ham shoshmang. Keyinchalik asorati bilinishi mumkin. Vaqtida uxlab, yaxshi ovqatlaning. Ha, tushundik. Yur. Har 2 kunda ovqat yemaslikni bas qilasan. Menga qara. Rano opanikiga katta doktor ketdi. Uni televizori bolani 100% kimligini aytarmish. Gaplashib qo'ydim. Hozir borishimiz kerak. Qiz bo'lsa biror yo'lini qilib, Mudrani uyiga jo'natib yuboramiz. Bu uyga qiz tug'adigan kelin kerak emas. Bo'l, tezroq qimirla. Qachongacha qiz tug'adigan kelinni kelin qilib yuraman.